Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan bugun men Raykuber va bugun biz Minecraft va Minecraftni solishtirib ko'ramiz. Qaysi bir yaxshi, qaysi bir o'ynashga qulay va kuchsiz telefonlarda va kuchli telefonlarda yaxshi ishlaydigan ilovani ko'rib chiqamiz. Let's go. Va men birinchi Minecraftdan boshlashga qaror qildim. Minecraftda siz 9 ta personajdan bittasini tanlab bemalol o'ynashingiz mumkin. Bunga pul ham ketmaydi, lekin boshqa skilllarni sotib olish uchun Minecraftda pul ketadi. Minecraftda esa faqat mana shu qiz bola personaj bilan Steve bor. Bu juda ham achinarli. Va Minecraftda tanlov juda ham keng. Minecraftda xohlagan blogingizni tanlasangiz bo'ladi. Yana Minecraftga nayza qo'shilgan, Minecraftga esa hali qo'shilmagan. Bu Minecraftga 1 yillardan so'ng qo'shilsa kerak. Minecraftga esa hali sprint qo'shilmagan. Sprint nima demoqchi bo'lsanglar, bu tez yugurish, lekin Minecraftda bu bor. Do'stlar, Minecraftda ham tanlovlar juda ham ko'p, lekin Minecraftchalik emas. Minecraft bolalar uchun yoki pul sal kerakroq bo'lib qolgan odamlar uchun o'ynab turishga bo'ladi. Minecraft esa kontent qilish uchun yaxshi. Siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Kommentga yozib keting.